Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasangizlar hafta kuniga yakshanba 7-dekabr Andijon avtomobil bozoriga kelganmiz va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexi 2 lardan syomka qildik. Har xil ranglardan bor video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar, albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsangizlar, kommentariyaga yili bilan nomini yozib qoldiringlar. Xo'p, 2013 dan boshladik. Yurgani ozidan yiliga nisbatan 100 ming yurgan. 120 ming yurgan. 1.6. Prostoymi bu? Prostoy. Gidravlika. Kraskasi qanaqa? Toza. Balonlari yaxshi. Xo'p, salon holatlariga keladigan bo'lsak, Prostoy gidravlika. Bagaji kalitda ochiladimi aka? Xo'p. Qo'llari kraskasi toza, 123 ming yurgan. Xo'p, necha pul qilib berasizlar endi buni aka? 5,5 ming. 5,5 mingdan o'tib berasiz. Otmoz shu beramiz. Xo'p, hujjatlari-chi? Bo'lmasa, xohlagan chiqadi. Variantga bermaysizlarmi? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqd qilgan bo'laveradi. Nomeringiz 94 lik 930 00 62. 62 dehqonchilik mashina aka. Dehqonchilik. Dehqonchilik. 2013 toza, 123 ming yurgan. Kimni hisobi chiqsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, navbatdagi Nexi 2 miz 2012 ga 13 1.6 Prostoy gidravlika. Yurgani qancha? 447 ming yurgan. Mana gidravlika roli, ekonomizeri boridan, metan gazi bor. O'tilari tozami? Vodiy bozor kanali aka. Ustutlari yechilgan? Yechilmagan. Bitta humarda kraska bor xolos. Mana shu eshikda, u ham mana shu yerda bu yoqda. To'liq sepilmagan. Yaxshi. Prostoy gidravlika avtomobili aytib o'tganimizdek, probegini qanaqa dedingiz? Probegi 447 ming. Endi eng muhimi hozir motor haydov korobkasi yaxshimi? Motor. Bemalol olib kirishlik qilsa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Gazlari temir, ha? Temir gazlar. Xo'p. Gazlari 100 talik temir. Holatlari zavod holatida. 2012 ga 13 447 ming yurgan 1.6 Prostoy gidravlika. Kraska bitta shu eshikda sepilgan joyi bor ekan. 2-3 ta plus petno deyapsiz. Xo'p. Narxi necha pul endi yaqinrog'i? 4700 deyapti. 4700 dollar kelishiladi. Ha, kelishiladi. Hujjatlari-chi? Hujjatlari keyin ham chiqadi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Variantga sotmayapsizlarmi? Variantgami? Endi bir 2,5 ming bo'lsa, Bo'laveradi. 2,5 ming dollar bo'lsa, kamida kelishilgan holatda variant ham chiqaveradi. Xo'p. Nomeringiz? 90 lik 540 1035 raqamlariga murojaat qilasizlar. 2012 ga 13 447 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p, yili balantidan davom etamiz. Albatta Nexi 2 larga nisbatan yili balanti 2015 ga 16 Delfin Svetdan ekan. Yurgani 112 ming kilometr. Xo'p. Motor hadovoy korobka? Hamma yo'q. 112 ming kilometr bosib o'tgan. 1.6 konditsionerlari bor. Polni shumka. Balonlari yaxshi. Bu lyuks konditsioner ekan. Assalomu alaykum aka. Hormanglar charchamasdan. Lyuks konditsioner. Tablo ekan bunga. Pioner kolonka magnitofon qo'yilgan. Bo'ldi, xo'p aka. Gazlari 100 talik metan. Xo'p, 112 ming yurgan 2015 ga 16. 100% toza mashina. Toza. Xo'p, bozordan yaqinrog'ini aytaylik, endi barakaga yaqinrog'ini. 5,5 ming berishdi, bermadik. Xudo xohlasa qo'shganga berasiz. Beramiz. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Qanaqa taklifda chiqadi? Xohlagan hujjati bo'laveradi. Bartram qilaveramiz. Variantga chiqarmayapsiz? Yo'q, variantga bermayapmiz. Bo'ldi, nomeringiz? 77 lik 77 100 100 0204. 0204 raqamga murojaat qilasiz. Bartram qilaveramiz, Libon kelishaveramiz. 2015 ga 16 toza 112 ming yurgan 1.6 lyuks konditsioner. 5,5 ga bermadi dedingiz. Bosh 2009 navbatdagi Nexi 2 miz Stalnoy Svetidan 1.6 motor, gidravlika, metan gazlari bor. Ustidagi qanaqa bu?
Yechilgan toza. Nima olsanlar? Assalomu alaykum. Bu lyuks bez konditsioner ekan, a? Ichida odam bor ekan, ko'rsatmay qo'yamiz. 100 talik metan. Pullar ana. 2009. Qancha yurgan dedinglar buni? 300 ming yurgan. Kraska qanaqa? Kraska bor, bu yer berdi. Necha foiz? 30% bor. 30% bor. 300 ming yurgan. 2009. Necha pul narxi? Buni 3300 ozgina qoldi. 3300 dollar ozgina kami bor. Xo'p. Hujjatlari xohlagani bo'laveradi-da. Bu ham xohlagani bo'ladi. Naqd pulga sotiladi. Naqd pulga sotiladi. To'g'ri. Nomeringiz? Bu ham 90lik. 90lik 626 626 86 24. 86 24 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2011 dan boshladik bugungi video roligimiz azizlar. Oqidan 1.6 avtomobil. Yurgani qancha? 288 ming yurgan 1.6 Prasto gidravlika. Motor ходовой коробкалari emas, lyuks. Ha, lyuks bez konditsioner. Lyuks bez konditsioner. Ustilitlari toza. O'zi Ustilitlari umumiy toza. hisobda kraska deyarli toza, bitta petnosi bor Bitta deyapsiz. mana petnosi bor. Xudo xohlasa hech qanaqa rasxod yo'q, ha? Yangi, hech qanday rasxod yo'q. Yangi balon qo'yilgan ekan. Olib bemalol tirikchilik qilsa Polni bo'laveradi. shumka. Boshqa polni shumka. Polni shumka qilingan. Holati ancha yaxshi ekan mashinani azizlar. Yuztalik metan gaz tollari. Zavod holatda. Xo'p. 2011 288 ming yurgan. Kraska qayerda endi u petno? Passajirniy tarafda moldingni pastda biri bor. Bitta mana shuncha shapalaq. Bitta eshikda molding Boshqa tayda. hammani tekshirib olinadi. 100% qolgan. Xo'p, necha pul qilib beramiz endi aka? 4200. 4200 dan ozgina o'tib Darajasiga. beradi. Hujjatlari-chi? Hujjatlari xohlagan hujjatni qilib beradi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Variantga bermaysizlarmi? Yo'q, variant. Faqat naqd pulmi? Mashinaga bartergachi bo'laveradi. kelishlar. Nomeringiz? 91lik. 91 604 604 18 98. 18 98 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. Xo'p, yana bitta yili balandida 2016 oqidan 1.6 Prasto gidravlika. Buni yurgani qancha? 258. 258 ming yurgan. 288. 288 ming bu yevro ekan aka. Ha, bu yer. Yevro, ya'ni konditsioneri bor, salon Prasto, roli gidravlika. Metan gaz o'rnatilgan. Ustilitlari qanaqa? Go'zal o'ziniki. O'ziniki. Motor ходовой коробка. Motor ходовой коробка yaxshimi? Zo'r. Mana salon holatlari Prasto. Aytib o'tganimizdek yevro varianti azizlar. Bagaj ochlanmi? Bosaverasizku. Yo, bo'ldi, ochilmaydi. Gazlari qanaqa buni? Gaz metan. Metan 90 talik, 100 talik. 100 talik. Temir. Kraska 100% toza. 258 ming yurgan 1.6. Narxi necha pul endi? Buni 5600 ozgina qoldi. 5600 dollar ozgina kami bor. Hujjatlari-chi? Bu ham behisob. Xohlagani bo'ladi. Iloji bo'lsa o'tkiz olsa yana yaxshi buni. Nomiga o'tkiz olsa yaxshi. Iloji boricha. Endi imkon yo'q bo'lsa, game qilib berib Qilib turaveradi. berib turamiz. Xo'p, mashinani variantga sotamiz deyapsiz, barter bor, devdi mashinasiga. Naqqa barterga kelishadi. Nomeringiz? 90lik. 90lik 626 626 86 24. 86 24 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2012 2012 navbatdagi Nexus 2miz lyuks konditsioner Stalnoy Svetdan 1.6 Donus. Yurganichi? yurgani 199 ming yurgan. 199 ming yurgan. Holati ancha yaxshi ekan mashinani. O'ta edi ham. Tozami? Toza. Toza. Kraskasi ham toza. Ustililarni so'rashimiz ham kerak yo'q, toza ekan. Yurganlari ham yaxshi azizlar. Endi ma'qul kelib qoladigan bo'lsa, hali pulni o'zim ham so'raganim yo'q. Bemalol kelib, ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Qaysi mashina bo'lishidan qat'iy nazar. Xo'p. Gazi, temir, pollari, zavod holatda ekan. 190 ming yurgan dedingizmi? 199 ming yurgan. 2012 midi bu? 11. 12. Ha, 12 ham bunisi. 2012 199 ming yurgan toza. Toza.
Puluchi eng qizig'i. 5200 aytyapti. 5200 kami bor. Savdo qilmadingizmi aka? Yo'q, endi. Xo'p, hujjatlari xohlagani bo'ladi. Xohlaganligimiz bo'laveradi. Bo'ldi. Mashinaga barter bor. Bo'laveradi. Variant sotmayapmiz deyapsiz. Yo'q, mana naqd. Xo'p, nomeringiz 91lik 91 604 604 18 98. 18 98 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. Xo'p, navbatdagi Nexus 2miz Delfin svetidan 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, yurgani qancha? 400 ming yurgan. 1.6 Prasto'ya mashina. 1.6 Prasto metan gazi bor. Uslitlari yechilmaganmi? Yechilmagan. Motor ходовой коробкada расxoti yo'q. Salon holatlari. $400 ming yurgan dedingizmi? 400 ming kilometr bosib o'tgan. Mana. Gazlari 100 talik. Gazi temiri 2012 ga 13 dedingiz, mashinani 400 ming yurgan Delfin Svet Prastoy 1.6 gazlari temir. Kraska Kraskasi bor. 35-40% bor. Suvagi butunmi? Butunda. Necha pul narxi aka? Oxiri 3200 ga оформление anaqa qilib beramiz. $3200 notariusini o'zingizlar qilib berasizlar, ya'ni оформление. bir notarius pulni xullas o'zingizlar to'lab berasizlar. to'lab Nomer xatolar, gayga, texpasport olib. Bo'ldi. Xo'p, nomeringiz aka? 95 830 830 77 71. 77 71 mana bo'ladigan degani uchun necha pulga bermadingiz, qo'ymadingiz deb so'rab gapni ko'paytirmayapman. Bo'ladigan deb aytdi akamiz. Aloqaga chiqaverasizlar.